Assalomu alaykum, sizlar bilan Muhammad Muslim va darsimizga xush kelibsiz. Demak, bugun birinchi darsimizda IELTS readingdagi eng qiyin savol turlaridan birini ko'rib chiqamiz, ya'ni matching headings savol turini. Demak, bu savol turiga ko'p o'quvchilar qanday qilib yondashuvni bilmaydi va juda ham chalkashliklari ko'p qiynalishadi. Shu sababdan shu savol turidan boshlashni maqsad qildik. Demak, qo'lingizga ruchka daftarlaringizni oling, tinch xonaga kirib o'tiring va shu bilan darsni ko'ring. Darsda tushuntirilgan joylari bor va praksislari ham bor. Darsni yaxshi diqqat bilan ko'radigan bo'lsangiz, darsning oxirigacha inshaalloh bu savol turiga kelganda juda ham confident, ya'ni o'zingizga ishonch bilan ishlaydigan bo'lasiz. Demak, qani ketdik. Demak, matching headings revisited. Xo'p, o'zi nimaga asosan ko'p o'quvchilar bu savol turida qiynalishadi? Bunga asosan sabab bu boshqa savol turlaridan farqli ravishda sal boshqacharoq uslubda ishlanishidir. Ya'ni bu yerda asosan o'quvchilar ko'p paragrafni o'zi nimaligini unchalik yaxshi tushunishmaydi va ular skimming qilib ko'rishadi, scanning qilib ko'rishadi va o'zlari bilan hammasini qilib ko'rishadi, to'g'ri yo'ldan tashqari. Xo'p, o'zi paragraf nima? Matching headingsni hamma savolni 10 tadan 10 turadigan darajada zo'r master qilish uchun bu paragraf nimaligini tushunishimiz kerak. Bizda o'zi bilganingizdek paragraf beradi va unga mos matchingni olamiz. Xo'p, paragraf o'zi nima? Paragraph bu it's a group of related sentences that develops into one main idea. Bu degani o'sha hamma paragraf mutlaqo bitta butun ideyani develop qiladi. Ya'ni umumiy mavzusi u narsani, central ideyani bitta asosiy narsa bo'ladi. Aytaylik, nima bo'lishi mumkin? Qo'shningiz qanday qilib to'y qilgani, yoki qancha xarajat ketgani, yokida maktabda birinchi kuni qanday o'tgani, yokida shunchaki qanaqadir muammoga beriladigan yechim, yoki qanaqadir o'sha narsani tasviri, ya'ni descriptioni, shunga o'xshagan bitta yozuvchini paragraf yozishdan bo'ladigan bitta maqsadi bo'ladi. O'sha narsani biz main idea deb ataymiz. O'sha narsa central idea, ya'ni main idea bo'ladi. Buni har xil uslubda bitta yozuvchi yoritib beradi va o'sha narsani siz tushunishingiz kerak. Ya'ni bu paragraf randomly har xil gaplarni to'plamasi emas. Buni yozishdan maqsadda bu yerda buni ortida yozuvchini o'zini oldiga surayotgan bitta maqsadi bo'ladi. O'sha narsani tushunsangiz, paragrafni ham yaxshi tushunishingiz oson bo'ladi. Xo'p, endi odatda paragrafda bildik nima ekan? Bu o'sha mantiqan ravishda uyushgan gaplar to'planmasi ekan. Xo'p, endi nimalardan tashkil topadi? Shularni ko'raylik. Demak, asosan paragraf 3 ta qismdan tashkil topadi. Birinchisi topic sentence. Topic sentence nima? Topic sentence bu o'sha g'oyani paragraf boshida tanishtiradigan narsasi. O'sha narsa topic sentence deyiladi va paragrafning eng boshlang'ich qismida asosan birinchi gap bo'lib keladi. Xo'p, ikkinchi qismi bu o'sha yerda o'rtanchi qismi, asosiy paragrafni tashkil qiladigan qismi. Bu supporting sentences deyiladi. Supporting sentences nima qiladi? Bu yerda o'sha hamma beriladigan misollar, tushuntirishlar, sizga yana keltirilgan turlicha detallar, o'sha narsalar hammasi supporting sentence'da bo'ladi va paragrafni asosiy qismini tashkil qiladi. Va o'sha yerda tushuntiradi. Ya'ni, misol uchun bitta gapni aytadi-da va undan keyin o'sha gaplarni, o'sha aytgan gapini tushuntirib beradigan qismi, o'sha supporting qismi bo'ladi. Mana misol uchun aytadigan bo'lsak, nima uchun kitob o'qish reading o'stirishning eng zo'r yo'li? Deydigan bo'lsak va bu yerda bu narsa aytildi, paragrafning boshida kitob o'qish readingingizni yaxshi rivojlanish uchun eng yaxshi yo'llardan biri bu kitob o'qish va keyin davom etadimi? Uni so'zcha nimaga foyda bo'ladi? So'zcha ko'p so'z chiqadi, diqqat bilan o'tirasiz, konsentratsiyani oshiradi va mana shu qismlari bizda support bo'ladi. Ya'ni qanday qilib bu g'oya to'g'riligini yozuvchining fikridan tushuntirib beradi. Va uchinchi qismi, eng yakuniy qismi bu concluding sentence bo'ladi. Odatda doim ham concluding sentence bo'lmasligi mumkin. Mana misol uchun hamma paragraf ham oxirida concluding sentence bilan tugamaydi. Lekin ba'zida concluding sentence ham qo'shiladi. Bundan maqsad nima? Qanday qilish tushuntirilgan sentencelar bu yuqoridagi qismiga, ya'ni paragrafga aloqador bo'ladi va shu bilan birga paragrafni yakunlovchi, tugalovchi qismi sifatida yoziladi yozuvchi tarafdan. Lekin doim ham bunaqa emas. Siz misol uchun o'sha reading ishlayotganingizda hamma paragrafni ham oxirida bu yerda concluding sentence bo'lmasligi mumkin. Lekin yuqoridagi topic sentence va supporting sentence doim bu yerda bo'ladi. Xo'p, bu narsani eslab qoling. Paragraf nima? Bu uyushgan gaplar yig'indisi va doim bu yerda bitta umumiy ma'no yotadi. Yozuvchi yozmoqchi bo'lgan va doim o'sha 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Bu yerda introduction da topic sentence, undan keyin bu yerdagi supporting sentence va oxirida ba'zida concluding sentence ham bo'ladi. Xo'p, endi mana bu yerga diqqatingizni qarating. Mana bizda ikkita paragraf bor. Buni bittasi paragraf,
Ikkinchisi paragraf emas. Pauza qiling videoni va o'zingiz o'qib, qaysi biri qaysiligini ayting. Xo'p, demak, o'qishingiz mumkin. Bu yerda bizda paragraf A bu rostmana paragraf, paragraf B bo'lsa, umuman paragraf deb bo'lmaydi, to'g'risi. Chunki qarang, reading books regularly can greatly improve a person's vocabulary. When people read, they are exposed to new words in different contexts, which helps them understand their meanings. In addition, encountering the same words repeatedly makes them easier to remember. As a result, frequent readers often have a wider vocabulary and can express their ideas more effectively. Va mana bu paragrafga diqqat bilan qaraydigan bo'lsangiz, yozuvchi nima qilmoqchi bo'lyapti? Siz kitob o'qish orqali, davomiy ravishda kitob o'qish orqali qanday qilib so'z boyligingizni, lug'atingizni oshirishingiz mumkinligini aytyapti. Paragraf B ga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, reading books is popular hobby for many people. The weather in Uzbekistan is often very hot during the summer. Va qisqasini aytganda, shunchaki randomli gaplarni bir-biriga yonma-yon qo'yib qo'ygan. Va bu narsani tushunish nima uchun muhim? Matching headings qismida. Chunki agar siz paragrafda har bitta gap uyushib, bitta asosiy g'oyaga refer qilishini anglamasangiz, istalgan gap bo'lagidan olib turib, istalgan gapdan siz xato javobni tanlab olishingiz mumkin. Va doim anglashingiz kerak, gaplar umumiy holatda nima ma'no anglatmoqchi, nima ma'no anglatadi. O'sha narsaga diqqat bilan e'tibor qaratishingiz kerak. Xo'p, endi qarang, mana shu paragrafni qismlarga bo'ladigan bo'lsak. Mana misol uchun, hozirgi paragrafning strukturasiga qarang. Reading books regularly can improve a person's vocabulary. Mana bu yerda bizning topic sentence'imiz, bu main idea, ya'ni bu yerda yozuvchini mavzuni yoritayotganini ko'rsatyapti. Ya'ni qara, hozir biz senga vocabulary'ni qanday qilib davomli kitob o'qish orqali rivojlantirishing mumkinligini aytamiz. Da bu o'sha kirish so'zi, kirish gapi sifatida qo'llanilyapti. Va undan keyin mana o'sha tushuntirishlar ketdi. Mana birinchi supporting detaili. Odamlar o'qiganda ular yangi so'zlarga different har xil kontekstlarda ko'rishadi, duch kelishadi. Undan tashqari bir xil so'zga hadib qayta duch kelaversa, u yaxshi yodda qoladi ma'nosi. Undan tashqari tez o'qiydigan odamlarda so'z boyligi keng bo'ladi. Shuning uchun ham odamlar rivojlantirish uchun so'z boyligini kitob o'qishlari kerak. Effective yo'l deb aytyapti va bu yerda oxirgi concluding sentence va o'rtada ko'rishingiz mumkin 3 ta supporting sentences. Ya'ni 3 supporting sentences. Hamma support qilyapti, detail beryapti va hokazo. Va xuddi shunaqa paragrafning strukturasi bizda bo'ladi, readinglarni ham xuddi shunaqa. Xo'p, endi qarang. Mana bu qismini o'qidingiz. Va bu yerdagi muhim narsa, siz bularni har bittasiga funksiyasini tushungan holatda, har bitta gap har xil mavzuda emas. Bular aslida bitta mavzuni yorityapti. Faqat har xil tushuntirishlar bilan, har xil taraflar bilan yorityapti. Lekin baribir bu yerda tushuntirilayotgan mavzu bittaligini anglashingiz sizga readingingizni o'sishiga yordam beradi. Endi mana qarang. Xuddi o'sha paragraf yana bir qator pauza qiling. Agar joyingiz topsangiz bir qator o'qib chiqing va o'zingizga mos qaysi bir to'g'ri deb o'ylaysiz, bitta 3 ta heading bor. O'sha headingdan bittasini tanlang. Demak, bu yerda to'g'ri javob albatta ikkinchi heading. Bu yerda bizda headinglarimizni ko'rishingiz mumkin. Comparison of different types of readers. Ya'ni turli xil o'quvchilarni, ya'ni kitobxonlarni taqqoslashish. How reading helps expand vocabulary. Qanday qilib o'qishingiz sizni so'z boyligingizni rivojlantiradi va the importance of repetition in memorizing new words. Yangi so'zlarni yodlashda repetition, ya'ni takrorlanishni ahamiyati degan narsa. Xo'p, endi qarang, siz bilmaysiz, bular hammasi umumiy bitta g'oya borligini, central idea bo'lishini va bular gaplar bir-birini to'ldirib keladi, bir-birini qo'llab-quvvatlab keladi degan narsani aytaylik, unchalik yaxshi tushunmaysiz deylik va shunaqada siz shunchaki bitta gapni o'ziga yopishib olib, mana misol uchun nima deymiz? Misol uchun encountering saying words repeatedly makes them easier to remember. Da, mana misol uchun repetition bo'lishi, ko'p so'zlarni tez ko'rishingiz, bir xil so'zlarni ko'p tez qayta ko'rishingiz sizga yordam beradi o'sha so'zlarni eslab qolishga degan joyini tushunishingiz xolos. Aytaylik, ko'p o'quvchilarda shunaqa muammo bor. Bitta gapni zo'rg'a eplab tushunishib oladi, ya'ni bitta gap tushunishib oladi-da, o'sha gap yopishib oladi-da, bu yerdagi umumiy kattaroq g'oyani avtor, yozuvchi nima demoqchi bo'lyapti, butun paragrafda nima demoqchi bo'lyapti, o'sha narsani ahamiyatdan chetda qoldirishadi. Bitta gap yopishib oladi, keyin tanlab oladi. Mana misol uchun shunaqa holatda kimdir
Importance of repetition degan narsani tanlab olish mumkin. Va gap bilan uni o'zini bitta gap bilan uni variantini match headingni solishtirsangiz, bu unchalik ham xatoga o'xshamaydi. Make sense, mantig'i bor, lekin umumiy siz bu yerda bitta gap uchun emas, to'liq paragraf uchun heading tanlayapsiz. Ya'ni bitta gapga mos kelishi kerak emas. Bu heading har bitta gapga mos kelishi kerak. Ularni umumiy berayotgan g'oyasiga mos kelishi kerak degan narsani ular tushunishmaydi. Shu narsani siz tushunishingiz kerak va iloji boricha heading tanlayotganda umumiy g'oyaga, bitta gapga yopishib olish kerak emas. Umumiy g'oyaga qarash kerak va shunga qarab turib headingni tanlashingiz kerak. Xo'p, endi buni ko'rdingiz. Demak, umumiy har bitta paragrafda author yozuvchi oldiga suradigan g'oyasi borligini, main idea, central ideasi borligini bildingiz. Va introduction keladi, o'rtada detaillar keladi va oxirida concluding sentencelar keladi. Bu narsani ham bildingiz. Endi qarang, sizga xuddi shu o'rganganlaringizni hozir qo'llashingiz uchun bitta real examda tushgan, real passagedan olingan bitta paragraf beraman. Pauza qiling, videoni pauza qiling va o'zingiz o'qib chiqib, bunga mos keladigan headingni tanlang. Demak, qani ketdik. Xo'p, demak, keling mana buni birgalikda ko'rib chiqaylik. Titan could contain information on the prebiotic chemistry that led to life on Earth and perhaps elsewhere in the universe. Demak, Titan, bu Titan o'sha Berdo's passage Saturn haqida ketyapti. Bu Saturnni tabiiy yo'ldoshi Titan haqida gap boryapti. Sizga umumiy kontekst beradigan bo'lsam, va o'sha bitta paragraf Titan haqida yozilgan paragraf bu. Aytyapti prebiotic chemistry deyapti. Ya'ni that led life on Earth and perhaps elsewhere in the universe. Ya'ni yerda hayot paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan kimyoviy birikmalarni o'z ichiga oladi, shu haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi deyapti. The bitterly cold temperatures that make Titan so forbidding for life in some ways make it more intriguing. Endi juda ham sovuq harorat, Titandagi juda ham sovuq harorat uni yashab bo'lmaydigan darajada, ya'ni hayot uchun imkonsiz darajaga keltirgan sovuq haroratni o'zi bu narsani, ya'ni Titanni yana ham qiziqlashtiradi. Ya'ni u narsaga bo'lgan qiziqishni orttiradi. Titan's chilly climate make things in a state of preservation. Climate keep things in a state of preservation so that it can hang on to most of the substances that it has acquired during its 4.5 billion years in solar system. Xo'p, o'sha Titanni sovuq qilib turadigan, ya'ni chilly climate degani o'sha sovuq harorati uni state of preservation xuddi marazilkaga o'xshatib qo'yadi, ya'ni sovutgichni muzlatadigan qismiga aylantirib qo'yadi. Bir tarafdan unda sovuq, hech narsa yashay olmaydi, lekin nimadir qo'yib qo'ysangiz saqlab turadi. Ya'ni aynib qolmaydi yoki nimadir bo'lmaydi, uni saqlaydigan, saqlagich holatiga keltiradi, saqlab qo'yadi. Xo'p, saqlash holatiga keltiradi va biz yerimizda va o'sha rivojlanish davomida 4,5 milliard yil davomidagi substances, moddalarni o'zida ushlab turishiga sababchi bo'ladi. O'sha juda ham sovuq, ya'ni o'sha Titan shunchalik sovuqki, u yerda bo'ladigan moddalar saqlanib qolgan sog'ligi uchun. The organic reactions that may have established the starting conditions for life on the early Earth are long gone, erased by our planet's high-speed chemical and geological evolution. Endi bunaqa organic reactionlar, ya'ni yerda hayot boshlanishiga sababchi bo'lgan bunaqa organic reactionlar yerdan ancha davrlar oldin o'tib ketgan. Nimaga? Chunki yerda chemical holati, ya'ni kimyoviy speedi shunaqa holati nima juda ham tez, ya'ni tez rivojlanadi, paydo bo'ladi, bo'ldi, qoladi, yo'qolib ketadi, yemirilib ketadi, u saqlanib qolmaydi. Lekin Titan unaqa emas. U saqlanib qoladi, muzlab turibdi hali ham. On Titan, similar reactions may still be sitting in deep storage. Va Titanda o'shanaqa shunga o'xshash, ya'ni yerda hayot boshlanishiga sababchi bo'ladigan reaksiyalar hali hamon saqlanib turibdi, chuqur omborda saqlanib turibdi deb turib juda ham chiroyli o'xshatish qilyapti. Ya'ni o'ta muzdek joy, o'shda qolgan va muzlalik uchun yo'qolib ketmagan. Yerda bo'lsa, u narsa allaqachon o'tib ketgan. Xo'p, mana o'sha yerda bizda endi headinglarimiz turibdi. Qarang. Birinchisi, comparing two planets, ikkita planetani taqqoslash, a long standing puzzle, anchadan beri mavjud jumboq, an advantage of low temperatures. Demak, sovuq haroratni foydasi, the problems for life on Titan. Titandagi hayot uchun muammolar. Endi bir qarashda agar qanaqadir bir gapni o'ziga yopishib oladigan bo'lsangiz, mana misol uchun yer bilan Titanda aytayapti-yu, bitta ikkalasini aytayapti-yu, qarang mana yerda o'chib ketgan ekan, Titanda sovuq saqlanib qolgan ekan, compare qilyapti
deb yopishib olgan bo'lsa, shuni ham tanlashingiz mumkin. Yoki long standing puzzle, anchadan beri muzey bor ekan, 4,5 milliard yildan beri saqlanib turibdi ekan, nimaga bunaqa bo'lyapti deb o'ylaydigan bo'lsangiz, balki buni ham tanlab qo'yishingiz mumkin. Problems for life on Titan, endi shunchalik sovuq ekan, u yerda hayot yo'q ekan, sog'lik uchun u yerda hayot bo'lish mavjud emas ekan deb turish, boshidagi bitta gapni o'ziga olib oladigan bo'lsangiz, balki 4-xato javobni ham tanlab qo'yishingiz mumkindir. Lekin biz o'zi aslida to'g'ri javob bu 3-javob. Advantage of low temperatures. Bu yerda avtor aytmoqchi bo'layotgan narsa, bu yerda u harorat shunchalik sovuqki, biz o'rganishimiz juda ham qiziq. Biz uchun yerga o'xshash holatlarda moddalarni saqlab qo'ygan. Shuning uchun ham u qiziq. Biz masalan o'rganishimiz mumkin yoki shunaqa qilishimiz mumkin. Bu yerda o'sha writer imply qilayotgan narsa, bu yerda sovuq haroratni manfaati, ya'ni to'g'ri hayot yo'q, no bitta yaxshi tarafi u yerdagi moddalar saqlanib turibdi hali ham. Va u moddalar qachondir yerda hayot shakllanishiga sababchi bo'lgan. Va o'sha narsa bu yerda sovuq haroratni sababchisi bo'lyapti. Xuddi shunaqa xotirjam o'qish kerak, to'liq va yozuvchi nima qilyapti, yozuvchi nima demoqchi bo'lyapti, shu narsani oldiga surish kerak. To'g'ri topdingizmi? To'g'ri topgan bo'lsangiz, malades, qoyil. Xato topdingizmi? Maylis qilmang, yana bitta imkon beraman. Qarang keyingisiga. Xuddi shunaqa bu ham haqiqiy IELTS passagedan olingan. Bu adashmasam bird migration degan passageni bitta qismi, ya'ni o'sha bitta paragrafi. Videoni pauza qiling, o'zingiz o'qib chiqing, iloji boricha bitta gapga o'xshamasdan bigger picture, yozuvchi nima demoqchi bo'lyapti, o'sha narsaga diqqatingizni qarating. Demak, videoni pauza qilamiz, ishlaymiz va birga tekshiramiz. Hop, ketdi demak. Hop, one puzzling fact is that many birds journey much further than that would be necessary just to find food in good weather. Bitta juda ham jumboqli ma'lumot shundaki, nimagadir qushlar juda ham uzoq masofalarga joy va yaxshi iqlim, ob-havo topish uchun keragidan ko'ra uzoqroq bo'lgan joylarga uchib ketishadi. Nobody knows, for instance, why British swallows, which could presumably survive equally well if they spend the winter in equatorial Africa instead of flying several thousands of miles further to their preferred winter home in South Africa's Cape Province. Mana misol uchun hech kim bilmaydi nimaga Britaniyani qaldirg'ochlari mana misol uchun ekvatorial Afrikada bir xil o'sha maza qilib u yoqda qanday yashayotgan bo'lsa, bu yerda xuddi shunday bir xil iqlimda yashab qolish mumkin bo'lgan mavjudotlar bir necha ming milya uzoqda South Afrikani Cape provinsiyasiga uchib ketishini hech kim bilmaydi. Mana Cape provinsiyasiga uchib ketyapti. Mana misol uchun suv olmoqchi deylik, suv olmoqchisiz, mahallangiz boshida grant bor va lekin u 7 ta mahalla narida ham grant bor. Siz o'sha 7 ta mahalla nariga ketib boryapsiz-da, bunday qarayotgan odam nima men topib qo'ysa bo'ladi-yu degan narsa xuddi shunga o'xshash narsa bo'ladi bu yerda. Ya'ni o'sha yaqin joyga o'tib qo'ysa ham bo'ladi, saqlagani qishda. Lekin u nimagadir uzoq, u minglab chaqirim nariyoqqa boshqa joyga ketib qolyapti. Another mystery involves the huge migrations performed by Arctic terns and mudflat-feeding shorebirds that breed close to the polar regions. Endi yana bitta jumboq bu yerda katta migratsiyasini, ya'ni Arctic terns, o'sha Arctic terns bu yerda turna bo'lsa kerak, o'sha turnalarni migratsiyasini va shunaqa shorebirds degan qush turlarini ko'payishini o'z ichiga oladi. Ular qayerga ketar ekan? Ular polar regionsga qarab ketar ekan. Ularning migratsiyasi ham juda katta jumboq ekan. In general, the further north a migrant species breeds, the further south it spends the winter. Ya'ni qanchalik northda turib, qanchalik janubda turib, o'sha north shimol bo'ladimi? I'm not good with polars actually. O'sha turibdi northda, qanchalik northda, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishlar bir-biriga, qanchalik northda turib ular ko'paysa, qishni shunchalik southda o'tkazishadi, ya'ni bir-biriga qarama-qarshi joyda o'tkazishadi. Bu yoqqa qarama-qarshi yo'nalishga ular qishda uchib ketishadi. For Arctic terns, this necessitates an annual round trip of 25,000 miles. Shu turnalar uchun bu yillik 25,000 chaqirim masofa degani. Yet, en route to their final destination in far-flung southern latitudes, all these individuals overfly other areas of seemingly suitable habitat, spanning 2 hemispheres. Hop, endi, lekin shunaqa bo'lsa ham, ular nima qiladi? So, en route to their final destinations in their far-flung southern latitudes, all these individuals overfly other areas
of seemingly suitable habitat spanning two hemispheres. Ya'ni bir xil joyda o'tish mumkin bo'lgan bir xil joyga qaramasdan ular o'sha yaqin joyda bir xil narsa turibdi, bir xil hudud turibdi, o'shandan aylanib uzoq joyga overfly qilishadi. Ya'ni ham uzoq joyga o'tib ketishadi. Shunaqa yana ham keragidan ortiqcha, ya'ni joyga borishadi, ya'ni uzoq kerak emas joyga yana borishadi. Buni nimaga unaqa qiladi biz bilmaymiz. While we may not fully understand birds' reasons for going to particular places, we can marvel at their feats. Ya'ni nimaga bular shunaqa uzoq joyga borishni ham, ya'ni hech qanaqa sabablarsiz uchishini ham biz tushunmasak ham, lekin qanchalik bularda ya'ni mashaqqatli ishlar qilishiga hayratda qolamiz. Xo'p, endi bu yerda nima demoqchi bo'lyapti? Bizda headinglarimiz turibdi, to'rtta heading. Birinchisi, the main reasons why birds migrate. Demak, nimaga qushlar migratsiya qilishining asosiy sabablari, the unexplained rejection of closer feeding grounds, ya'ni yaqinroqda ko'payish mumkin bo'lgan, ya'ni ovqat borish mumkin bo'lgan yaqinroq joylarda tushunib bo'lmas rad etilishi, mysterious migration despite lack of teaching, ya'ni o'rgatilmasa ham jumboqli ravishda ular migratsiya qila olishi, the best wintering grounds for birds. Qushlar uchun eng yaxshi migratsiya lokatsiyalari, ya'ni migratsiya qilish mumkin bo'lgan eng yaxshi joylar degan bizda to'rtta heading turibdi. Xo'p, bulardan to'g'ri javob albatta ikkinchisi. Xo'p, bu yerda after aytmoqchi bo'layotgan narsa bu yerda o'sha tushunmayapti. Ya'ni yaqinroqda turibdi, lekin uzoqroqqa qarab ketyapti. Mana shu ham real readingda tushgan savol turi va bu yerda nima muhim, yana bitta narsa gapirishmasdan, bu yerda umumiy bigger picture'ga, ya'ni writer nima demoqchi bo'lyapti? Bu paragrafda yozishdan maqsadi nima degan narsaga javob topish bu yerda sizga to'g'ri javobni aniqlashda yordam beradi. Xo'p, demak, for your four step approach. 4 qadamda qanday qilib ochdingiz, sizda ikkinchi passageda matching headings turibdi. IELTSda qanday qilib ishlashingiz kerak? Mana bu narsalarni ko'rib chiqamiz. Hozircha ko'rgan narsamiz bu fundamentlar. Ya'ni birinchi nima tushunishingiz kerak? Paragraf tushunishingiz kerak, qanday yoziladi shuni tushunishingiz kerak va siz paragrafga qanday nazar bilan o'qishingiz kerak. Demak, birinchida introduction bo'ladi, ya'ni topic sentence bo'ladi. Undan keyin u narsa tushuntiriladi va oxirida xulosa qilinishi mumkin. Xo'p, endi qanday o'qishingiz kerak? Birinchisi, siz hech qanaqa skimminglarsiz, o'tkazib yubormasdan paragrafni butunligicha o'qing. Bu boshqa to'g'ri savol turlarida qilishingiz mumkin, ya'ni skimming qilishingiz mumkin, scanning qilishingiz mumkin, lekin bu o'sha comprehension talab qiladigan savol turi. Agarda siz paragrafni o'qib, yozuvchi nima demoqchiligini anglamasangiz, to'g'ri javobni tanlashingiz qiyin bo'ladi. Demak, read the whole paragraph carefully. To'liq paragrafni birinchi yaxshilab o'qib oling va ask yourself, o'zingizdan so'rang, what's the writer's main idea? Yozuvchini asosiy g'oyasi nima? Yozuvchi menga bu paragrafni yozish orqali nima demoqchi bo'lyapti? Qanaqa g'oyani yetkazmoqchi bo'lyapti? O'sha narsani o'zingizdan so'rang. Hali headinglarga qaramadik. Shu narsani realization o'zida bo'lishi kerak, xulosa o'zida bo'lishi kerak. Nima menda hozir o'qidim, nima o'qidim? Yozuvchi nima deb bermoqchi bo'lyapti menga? Asosiy g'oyasi nima bu paragrafda? O'sha narsani o'zingizdan yaxshilab so'rab oling. Va undan keyin shu narsaga javob topganingizdan keyin headinglarni bittalab diqqat bilan o'qib chiqishingiz kerak. O'qiysiz va match qilasiz. Mos keladimi? Mos kelmaydimi? Mos keladimi? Mos kelmaydimi? Hozirgi o'qigan xulosam nima menda? Ha, bu heading nimani ko'rsatyapti? O'shlarni bir-biriga taqqoslab, critical thinking muhim bu yerda, bir-biriga taqqoslab, ma'lumotlarni solishtirib chiqasiz va o'zingizga eng yaqin kelgan va eng mos keladigan headingni tanlaysiz. Ya'ni bu yerda ikkita uchtasi mos kelib qolishi mumkin va o'sha holatda boya aytganimdek, eng yaqin keladiganini tanlaysiz, eng mos keladiganini tanlaysiz. Qaysi heading paragrafni butunligicha yoritib beryapti, butunligicha ko'rsatib beryapti. O'sha narsaga diqqatli bo'lib, o'sha headingni tanlaysiz. Ha, yana bitta tip. Agar mabodo birinchi, ikkinchi paragraflarni qilayotgan bo'lsangiz, o'sha A yoki B, D boshlang'ich paragraflarni o'qiyotganingizda katta ehtimol 2-3 ta paragraf ko'ziga javob deb ko'rinib ketadi va ko'p o'quvchilar o'tirib ko'p vaqtni sarflab qo'yishadi. Ya'ni paragrafni o'qiydi, boshqatni o'qiydi, yana kelmayapti, ikkitasi bitta bir xil javobga o'xshab tuyulyapti va ko'p vaqtini o'sha yerda zoya qilib qo'yishadi. Bu yerda nima qilishingiz kerak? Siz shunchaki ikkita javob ko'zga to'g'ri ko'rinyaptimi? Jononos ikkalasini ham talab qo'yib keta oling. Keyingisida o'qiganingizda bu albatta bittasi yo'qolib ketadi. Ikkita paragrafni o'qiganingizdan keyin keyingi paragraflarda mosroq bo'lib ko'rinadi. Keyin o'sha mosrog'ini olib o'tib qo'yarsiz. Bu yerni eliminate qilib qo'yarsiz yoki bu yoqqa o'tkazib switch qilib qo'yarsiz va shunda siz vaqtdan yo'qotmaysiz.
ko'p o'quvchilar o'tiradi, shu siqilib, javobini topa olmasdan ikkitasi bir xil bo'lib qolyapti-yu deb turib, unaqa qilmaslik kerak. Ayniqsa boshini o'qiyotganingizda ikkitasi javob bo'lib ko'rinyaptimi? Ikkalasini talab qo'ying va o'tib ketavering, chunki keyingilarida albatta bu heading ham o'zini paragrafini tovoladi, topib osongina match qilib qo'yasiz keyingilarini o'qiganda. Xo'p, demak, let's wrap up. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, nima qilish kerak? Yaxshilab paragrafni tushunish kerak, diqqat bilan o'qish kerak. Bitta gapga yopish olmasdan to'liq bigger picture ni, ya'ni o'sha yozuvchi berayotgan argumentini tushunish kerak. Va o'shandan keyin o'zingiz xulosa qilishingiz kerak. Nima o'qidim hozir? Nima beryapti bu? Asosiy g'oyasi nima aytib berayotganini menga. O'sha shu savolga javob berganingizdan keyin headinglarni bittama-bitta paragrafga moslab ketaverasiz. Demak, mana shu bizni bugungi darsimiz shundan iborat. Inshaalloh sizga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman va endi bir qator boshqatdan bitta praktik qilib ko'ring. Manfaatli bo'lgan bo'lsa kommentariyga yozib keting. Siz bilan keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.